Hammaga salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqlar. Bugun xudo xohlasa hammalar so'ragan o'sha telefonda, ya'ni misol uchun iPhone'da qanaqa qilib stream qilish kerak, qanaqa qilib stream qilsa bo'ladi va qanaqa iPhone'larni stream qilish uchun sotib olishni maslahatlarini xudo xohlasa bir qator berib o'taman va asosiy bugungi mavzuyimiz imенно iPhone'larda, telefonda qanaqa stream qilishni chiroyli qilib batafsil ko'rsatib beraman. Downloadlar qanaqa ulash kerak, previewlarni qanaqa qilish kerak, задержка qanaqa qo'yiladi va to'g'ri nastroykalarni o'rgataman. Va обязательно men sizlarga Telegram kanalimni oldindan tavsiya etaman. Telegram kanalimda sizlar telefoninglarni qotishlarini yo'qotib beradigan optimizatsiya, telefonning FPS-ni oshirib berish, har qanaqa telefonlarni обязательно VPN soft yoki bo'lmasam IMlarni arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi va hamma narsani garantированный uchun o'zim garantiya beraman. Previewlarimizni chiroyli qilib yasab beradigan Timurga ham обязательно rahmat aytib ketamiz. Bundaqa previewlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Timurga murojaat qilasizlar, kanalni описаниеda обязательно qoldiraman. Mana birinchi App Store ga kirishimiz kerak. Bizga kerakli programma StreamChamp. Buni App Store da faqatgina iPhone'larda bo'ladi, chunki faqat iPhone'larga chiqarilgan bu narsa StreamChamp. Вот. Skachat qilib olasizlar. Menda уже skachat bo'lgan. Kiramiz. Sizlarda birinchi ATMni o'chirib turdim. Sizlarda birinchi mana shunaqa holat bo'ladi. Bu tushirib olasizlar. Agar mana yoniq turgan bo'lsa, o'chirasizlar и горизонтально o'girib olasizlar. Xo'p, bizga birinchi navbatda настройка kerak bo'ladi. Xo'p, xohlasanglar bu yoqqa server ulab olsanglar bo'ladi. Добавить qilib, полностью YouTube anvilarni, kanalinglarni yoki YouTube'da stream qilishdan oldin server beradi, URL server. Mana shu narsani bu yoqqa kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin bu narsani qilish juda shart emas, chunki sizlar birinchi navbatda ro'yxatdan o'tayotganinglarda YouTube kanalinglarni yo Twitchmi yoki bo'lmasam boshqa platformalarni registratsiya qilib olasizlar, o'tib olasizlar. Xo'p, birinchi navbatda razрешениеga o'tganimizda sizlarda 720 turishi mumkin yoki 165 bilmadim. Sizlarga minimum 1080 qilsanglar yetadi. Mana bu 2K umuman shart emas, chunki 2K da baribir ham ko'pchilik ko'rmaydi. Bemalol 1080 ga qo'yib qo'ysanglar sizlarga bemalol yetadi. Xo'p, bitrate'imizda birinchi navbatda o'zingizlarning internetingizga qaraysizlar. Men hozir Wi-Fi da uzoqda bo'lganim uchun hozir bitrate'imni tekshirib o'tirmayman. 0.2 misol uchun kirsanglar yangi okno ochamiz. Tak. Misol uchun speed test deb yozsanglar chiqadi. Fastcom ekan, uzr, Fastcom ustiga bosasizlar. Misol uchun mobilkani hozir tekshiramiz. Misol uchun Wi-Fi'larni o'ziga qarab, bu yoqdan bilib olasizlar va o'shdan bitrate'ni aniqlaysizlar. Xo'p, misol uchun internet tezligi 22 chiqdi. Bu yoqda internetda baribir ham qilib o'tirmanglar, chunki telefoningiz juda ham qizib ketadi. Bitrate'ni o'rtacha 5000 ga qo'yib qo'ysanglar, telefonda stream qilgani bemalol yetadi. Telefoningizga ham birinchidan nagruzka tushmaydi, jarima ko'p ham qizib ketmaydi. Agar internetingiz juda ham zo'r bo'lsa, misol uchun 8000 ga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. 8000, 7000, 0.2 men sizlarga ortiqcha nagruzka bermaslik uchun telefonga 5000 qo'yib qo'yganman. 5000 это нормально. O'rtacha kuchli, o'rtacha yaxshi Wi-Fi'lar uchun и telefonni ortiqcha qizib ketib qiynalmaslik uchun. И частота кадров в секунду. 60 ni обязательно qo'yinglar. Bunda telefon qiynalmaydi, stream качественный bo'lishi kerak. Xo'p, bularga teginib o'tirmaysizlar. Bu shunday turishi kerak va audio bitrate. Audio bitrate-ni sizlar 224 ga qo'yib qo'yganinglar cho'tki bo'ladi va audio rejimni netda turgan bo'lishi mumkin. Sizlar игровойga o'tkazib qo'yinglar, chunki agarda ko'rasizlar, misol uchun bironta streamlarni stream qilmoqchi bo'lsanglar videoga yoki bo'lmasam игровойga, agar PUBG Mobile yoki boshqa o'yin o'ynab, misol uchun stream qilmoqchi bo'lsanglar, qolganlari заводской bo'ladi. U narsaga teginish umuman shart emas. Xo'p, sizlarga maslahatim 110 где-то yoki bo'lmasam 140 larni qo'yib qo'ysanglar, o'yinda ovozi cho'tki ishlatiladi. Mikrofonni streamdan ko'rib, o'zingizlar to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Chunki hammada har xil bo'ladi. Naushnik o'zgargani sari buni yoki baland yoki past qilishinglar kerak bo'ladi. Mana bu sizlarning ekraninglar, video. Agarda streamni misol uchun sizlarga SMS kelib qolishi mumkin yoki boshqa joyga o'tishinglar kerak bo'ladi, ekraninglarni ko'rsatginglar kelmasa, видимо,
Mana shuni o'chirib qo'yib, misol uchun chiqib ketib, misol uchun любой bitta ish qilib kelasizlar и qaytib kirasizlarda videoni yoqib qo'ysanglar bo'ldi, streamda ekraninglar dal ko'rinib o'tiradi. Xo'p, maksimalni misol uchun originalnisini qo'yib qo'yganinglar ma'qul, u narsaga teginib o'tirmanglar. И bizga overlay kerak bo'ladi. Overlayni qanaqa qo'yamiz? Добавить изображение из фото. Уже bu yoqqa o'girsak, birinchidan sizlarda katta bo'lib ketadi. Bu yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Birinchi navbatda sizlar nima qilasizlar? Buni bunday qirqib olasizlar, moslashib, 0 ga kelgan ko'pchilik misol uchun qiladigan xato, juda ham ko'pchilik qiynaladi bu narsa bo'yicha. Mana 2 yoni kam bo'lib qoldi-yu, nima qilay shoh deydiganlar ko'p. Mana shuni o'tasizlar, Rossiyangiz qilib qo'ysanglar, полностью streamni misol uchun cho'zib beradi. Xuddi mana shunaqa shaklda, hamma qiladigan shaklda qilib beradi. Xo'p, qolgan nastroykalarga teginib o'tirmaysizlar, bo'ldi. Bizda tayyor. Va misol uchun overlayni qanaqa razresheniyada qilganim ma'qul. Misol uchun YouTube ning shapkasi bor. O'sha YouTube shapkalarni просто qirqib olasizlar. O'zi telefoningizning o'zida, galereyani o'zida qirqib olasizlar и все. Mana shu yerdan bemalol rasm qilsanglar, to'liq ekraninglarni yoqib beradi. Xo'p, уже stream yoqmoqchimiz. Bizda hamma streamlarimiz tayyor. Lekin обязательно sizlarga kerak bo'ladi. Bu yoqqa qilib olasizlarda, mana yoqda misol uchun начать запись turibdi. Bu yoqda hozir xohlasanglar streamchini belgilab, начать translyatsiya qilib boshlab ketsanglar ham bo'ladi. 0 ga kelgan обязательно mana mikrofonni yoqib qo'yinglar. Misol uchun nimaga streamda ovozi yo'q deb boshimni og'ritib o'tirmanglar. Misol uchun mana mikrofonni yoqib qo'ysanglar bo'ldi, o'chirib qo'ysanglar tugaydi. И все. Xo'p, mikrofonni обязательно yoqib qo'ydik deylik. Stream boshlamoqchimiz. Ketdi. Создать трансляцию. Bir nimalarni yozasizlar, вот это название, streaminglarni qanaqa nomlanishi, описание, misol uchun har xil donat ссылкаларni qo'yib qo'yasizlar bu yoqqa. Xo'p, доступ открытый qilib qo'yinglar, bo'lmasa streaminglar ko'rinmaydi obunachilarga. Va ссылка qilib qo'ysanglar, faqatgina ссылкаdan o'tib ko'ra olishadi. Men hozir ограничение qilib turaman, chunki menga hozir nima desa bo'ladi, translyatsiya chiqish shart emas, и задержка. Agar qo'ymoqchi bo'lsanglar, maksimum 1 minutgacha qo'ya olsanglar bo'ladi. U yoqdan 1 minutdan oshib qo'ymoqchi bo'lsanglar, уже sizlarga подписка kerak bo'ladi. Платный подпискасini sotib olsanglar, maksimum 3 minutgacha задержка qo'ya olar ekansizlar. Выбрать изображение. Bosasizlar, fotoni bossanglar, уже sizlarda galereyadagi любой bitta galereyadagi любой bitta rasmni qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, keyin endi streamchimga qanaqa qilib donat ulash kerak va budjetlarni qanaqa chiqarsa bo'ladi, to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi navbatda donat qilish mumkin bo'lgan saytlar juda ham ko'p. O'zingizga ma'qulini tanlaysizlar, xohlasanglar rublda bo'lsa Donation Alerts yoki bo'lmasam O'zbekiston donatlari ham ko'p chiqib ketgan saytlar, bemalol xohlaganinglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Va ana o'sha saytlarda deyarli hammasida o'zini budjetlarini yaratish bo'limi turadi. Mana masalan, aytaylik, men hech o'zim tirikchilik platformasidan registratsiyadan o'tganman deylik. Xo'p, donat va profil donat и widgetga o'tsanglar, widget для стрима. Misol uchun, widgetlarimni o'zimni donat ссылкам mana bu bo'lsa, kopировать qilib, buni описание yoki kommentariyalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi yoki chatga закрепить qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda ketdi. Изображение фона страницы. Bu yoqdan bemalol tanlab o'zingizlar yaratishingiz mumkin. QR kodlarni обязательно. Xo'p, bu yerda уже donat kelgandan keyin necha sekund, misol uchun nechadir sekund kimdirdan donat keldi deb, misol uchun shunaqa kvadratchikda bironta rasm yoki qanaqadir giglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, teksti bilan chiqib keladi. Ana o'sha narsani qo'yib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana misol uchun bu yoqda ссылка qoldirgan kopirovka qilasizlar deylik. O'tdinglar, ekranning ustiga bosamiz, вот, добавить turibdi. Добавit'ni ustiga bosamiz. Вот, eng pastida add HTML overlay. Bosasizlar, urlni shunday qo'yasizlar-da, naзвание yozib qo'yasizlar. Mana masalan, любой bitta naзвание yozib qo'ysanglar bo'ladi. Aytaylik, donat deb добавить qildik deylik. Mana shu narsani ana endi to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Mana bu pastdagi tepa pasini aytaylik, mana shundan chiqadi deylik.
Xo'p, buni bemalol yonga yoki tepaga qo'yib qo'ysak bo'ladi yoki pastga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, aytaylik, mana shunaqa kattalikda chiqsa, bizga o'rtacha normalniy bo'ladi. Bemalol shu yoqqa qo'yib qo'ysak bizga yetadi. Shu yoqdan, misol uchun, imенно donat degan joydan qanaqadir kimdir donat qilsa, sizlardan chiqishi mumkin va sbor sredstva degan narsalar ham bor. O'shanaqa misol uchun bo'limi bo'lsa, men to'g'risi qarab ko'rganim yo'q. Bu yoqda xo'p, kimdan donat kelganlari ko'rinib turar ekan. Buni ham kopirovka qilib, misol uchun qo'shsanglar bo'ladi. Xo'p, eng ko'p kimlar donat qilganligini bemalol ko'rib tursanglar bo'lar ekan. Buni ham kopirovka qilib, mana masalan, boyaginday ekranning ustiga bosib добавить и HTML mana shu joyga yana bitta URLni kiritasizlar. Bu yoqda любой bitta, misol uchun, o'zingizga ma'qul bo'lgan nazvaniya bilan yozib, добавить qilib qo'ysanglar bo'ldi. Hozir men kiritib o'tirmayman. Har bir saytlarda o'zini, misol uchun, sbor sredствоsi, ya'ni necha pul yig'ilganligini ham ko'rsatib turadi. Mana masalan, donation alert'da mana shunaqa bo'limi bor va har bir mana shu bo'limni o'zini ссылкасы bo'ladi. Har bir qo'shmoqchi bo'lgan ссылкаlarni добавить qilasizlar, addedovый ссылкасini shu yoqqa tashlaysizlar va nazvaniyasini обязательно farqli o'zingizlar, misol uchun, farqiga boradigan, eslab qoladigan qilib nazvaniya kiritib qo'ying. Bo'ldi. Mana shu kiritib qo'yganingizdan keyin o'zingizlar tepa, pasti qanchalik kattaligini bemalol moslashtirib olsanglar bo'ladi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomizga ham oxiriga yetib keldik. Agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, manfaatli, foydasi tekkan bo'lsa, men maqsadimga erishdim. Hammanglarga kuzatganingiz uchun, oxirigacha поддержка qilib turganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalimga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar va kommentariyada agarda именно mana shu stream qilishni Androidlarda qanaqa qilish kerakligini tushuntirib berishimni xohlasanglar, kommentariyada обязательно yozib ketinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Menga eng katta motivatsiya shu, boshqa hech narsa bundan ortiq motivatsiya bo'la olmaydi. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningizlar sog' bo'lsin, hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib, tushuntirib o'tirishlarim nasib qilsin.